yerda hali birinchi marta ekan. Birinchi marta bo'lsa ham shu doktorlarimizga ishondik. Chet ellarga ketib sarson bo'lmadik. Allohimga ming marta shukrlar aytaman. 7 oylik chaqaloqqa onasidan jigar ko'chirib o'tkazildi. O'zbekistonda ilk bor ana shunday murakkab jarrohlik amaliyoti bolalar milliy tibbiyot markazida muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Operatsiyada bemorning onasi donor sifatida ishtirok etgan. Markaz bergan ma'lumotlarga ko'ra, bu operatsiya texnik jihatdan yuqori, murakkab hisoblanib, jigar transplantatsiyasi 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga dunyoning faqat ayrim mamlakatlarida amalga oshiriladi. Bemor va donor to'liq tibbiy ko'rikdan o'tgan. Donor onaning jigar segmenti chaqaloq tanasiga ko'chirildi deyiladi xabarda. Tibbiyot xodimlari jarayon asoratlarsiz o'tganini bildirgan. Donor ayol sog'lom holatda shifoxonadan chiqarilgan. Bola esa shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Holati barqaror va qoniqarli deb baholanyapti. Tez orada u ham uy sharoitiga, ya'ni onasi bag'riga kuzatilishi rejalashtirilgan. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.